bir aka yoki bir uka yo opa yo singil bir-birini ziyorat qilaman deb uyidan chiqadigan bo'lsa, har bir bosgan qadamiga 10 ta savob yozilar ekan. 10 ta gunoh kechirilar ekan. Har bir bosayotgan qadamiga jannatdan bitta bino bo'lar ekan. Har bir bosayotgan qadamiga farishtalar qanotini solib turar ekanlarki, yerni bosib qo'ymasin deb. Aka, uka, opa, singlisini ziyoratiga chiqqan inson oyog'ini yerga qattiq bosmasin, farishtani qanotiga ozor berib qo'yadi debdilar. Bunaqa savob qayerda bor? Qiyomatga yaqin, qiyomat soati yaqinlashar ekan, odamlarning orasidan shu oqibat ko'tarilar ekanda. Mana qarangki, o'tgan dushanba bilan bu dushanbaning orasida xabar olardikmi? Yaxshi ham